inson uchun kosmosga chiqishdan ham xavfli joy bor. Bu Mariana botig'i. Yer yuzining eng chuqur tubi va o'lim zonasi. Bu tubda bosim shunchalik yuqoriki, go'yo inson tanasi ustiga 1000 ta mashina qo'yilgandek. Ya'ni har bir santimetrga 1 tonnadan ortiq kuch bosadi. Bunday bosimda inson tanasi nafas olishga ham ulgurmaydi. 1 soniyadan ham kam vaqtda u butunlay parchalanib ketadi. Shunga qaramay, bu tub o'lik emas. Bu yerda kuchli bosim ostida hayot mavjud. Qorong'uda o'zi nur chiqaradigan tanalar, suyaksiz, ko'zsiz mavjudotlar. Ularning shakli ham, hayoti ham inson mantiqiga bo'ysunmaydi. 1960-yilda insoniyat ilk bor maxsus kapsulada bu tubga tushdi. U yerda atigi bir necha soat qolishga muvaffaq bo'ldi. Chunki bu chuqurlikdagi bosim hatto kapsulani ham parchalab yuborishga qodir edi. Bu yerda bosim ostida yashovchi jonzotlar hanuzgacha sir bo'lib qolmoqda. Inson ilmi cheklangan, ammo yaratganning qudrati cheksiz.